yil 25 ming kishilik bo'lgan qo'shinga qarshi uning sanoqli otliqlari va kichik piyoda bo'linmasi bor edi. Qilich ushlay olmagani uchun o'zini ot egarga bog'lashlarini buyurdi. Jangdan oldin u qumga tiz cho'kib iltijo qildi. Uning jasoratini ko'rgan 500 nafar otliq dushmanga shunday shiddat bilan tashlandiki, harbiy mantiqda butunlay zid ravishda tarixiy mo'jiza yuz berdi va yosh qirol bu to'qnashuvda omon qoldi. 24 yoshida xastalik uni butunlay ko'r va to'shakka mixlangan holga keltirdi. U kinolardagidek kumush niqob taqmagan, shunchaki jonsiz yuzini oddiy mato bilan yashagan edi. Uning bu irodasi oldida hatto buyuk Salohiddin Ayyubiy ham hurmat bilan bosh egar edi. Keyinchalik Qudusni fath etgan sulton Salohiddin qon to'kmay barchaga yuksak islomiy olijanoblik ko'rsatadi. Shunday daho sarkardaga munosib raqib bo'la olgan bu sirli shaxs Quddus qiroli Balduin 4 edi.